Barchaga assalomu alaykum. 13 YouTube kanali VN darslarimizda davom etamiz. Mana bu videoga e'tiboringizni qaratinglar. Mana shunaqa transitionlar hozirda juda ham ko'p ishlatilyapti va ko'pchilik mana shuni CapCut dasturida tayyorlaydi. Buni CapCutda tayyorlash bo'yicha biz alohida video chiqaramiz, lekin VN da tayyorlash CapCutda tayyorlashdan ko'ra ancha oson. Ya'ni siz o'sha videolaringizda tez va oson montaj qilishni xohlasangiz, ham CapCut, ham VN yokida InShot, ya'ni bir nechta video editor dasturlarini o'rganib olishingizni tavsiya etaman. Ularni bittasini yaxshilab o'rganib olsangiz, qolganlari siz uchun muammo bo'lmaydi. Ya'ni bir-biriga juda ham o'xshash. Bizning kanalimizda CapCut bo'yicha to'liq noldan bazaviy tugmalardan boshlab tushuntirganmiz yangi o'rganuvchilar uchun va trendiy videolar tayyorlashni ham joylab boramiz. Shuningdek, VN bo'yicha darslarimizda ham noldan tugmalardan boshlab o'rgatganmiz va endi nasib bo'lsa mana trendiy videolar tayyorlashni joylab boramiz. Ana shu videoni hozir kelinglar sizlar bilan VN dasturida tayyorlab ko'ramiz. Mana buni shunchaki o'chirib tashlayman. Demak, siz videoni ochdingiz. Birinchi qiladigan ishingiz o'sha tekst lentasini yoki tekst belgichasini bosishingiz kerak bo'ladi. Qayerdan boshlamoqchisiz? Biz bir boshdan boshlaymiz. Tekst tugmasini bosaman. Bu yerda recently used'da men oldin ishlatgan demak elementlar, bularga qaramayman. Default bo'limidan mask degan bo'limni tanlayman. Mana ko'rdinglar, matn yozish uchun o'sha qism chiqdi va bundan edit tugmachasini bosib o'zimiz xohlagan matnni yozamiz. Demak, matnni yozdik va bu effektda ishlatishimiz uchun biza matnga qalinroq font tanlashimiz kerak. Ya'ni fontimiz, harflarimiz qanchalik qalinroq bo'lsa, orqadagi kadrda nima bo'layotgani haqida tomoshabinga oz bo'lsa-da ma'lumot yetib boradi va bu tomoshabinni qiziqishini orttiradi. Ikkinchida turgan F belgichasini bosaman. Bu yerda fontlar chiqadi. Iloji boricha qalinroq font tanlab olinglar. Men aynan videoga mana bu fontni tanladim. Bu ham recently used'da turibdi. Va men buni mana shunday pastga bosib ketaverdim. Mana bularni ko'rdim. Buni mana shunday bir qancha variantlarni ko'rib ketaverdim. Bu yerda ko'ryapsizlar, juda ham variantlar ko'p. Aynan kerakli variantlar bor va men mana shuni tanladim. Va buni biroz kichkinalaштiraman. Xo'p, matnni yozdim, fontni to'g'riladim, matn bo'yicha ishlarim bajarildi. Endi animatsiya masalasiga o'tamiz. Demak, video boshlandi. Obyekt harakatlanyapti. Xo'p, mana shu yerda kelinglar, mana 2-sekunddan boshlab animatsiya beraylik va matnni biroz suraman. Surish ixtiyoriy, xohlagancha surishim mumkin. Mana 2-sekund yoki mana 2,5 va 3-sekundda animatsiya beraylik, kelinglar. 3-sekundga to'g'rilab oldim va bu yerdan keyframe tugmachasini bosaman. Keyframe qo'shildi. Ikkinchi keyframe'ni xo'p, o'sha video qancha vaqt, animatsiya qancha vaqt davom etishi kerak, o'shanga moslab qo'yaman. Uni kelinglar, mana bu 3 bo'lsa 4 sekund. 1 sekundga qo'yaman animatsiyani. Bu yerga demak yana plus keyframe tugmasini bosaman. Endi ana shu ikkinchi keyframe'ni ustidan qimirlatib yubormasdan, demak matnni yaqinlashtirib, uni demak ekrandan olib tashlayman. Taxminan mana shunday. Ko'rinmay qolguncha yaqinlashtirib qo'ydim. Va endi animatsiyani ko'ramiz. Animatsiya juda ham tez sodir bo'ldi. Shuning uchun ikkinchi keyframe'ni sal beriroqdan, ya'ni salgina masofa tashlab, vaqt tashlab qo'ymoqchiman. Bu keyframe'ni o'zini shiljitib bo'lmaydi. Shuning uchun hozir buni o'chirsam, matnim yana avvalgi holatiga qaytib qoladi. Shuning uchun men nima qilishim kerak edi? Uzr. Mana ustiga bosdim. Ikkinchi keyframe'ni o'chirishdan oldin qayerga qo'ymoqchiman keyingi keyframe'ni ana shu yerga olib borib, yana bitta keyframe qo'yaman.
va keyin o'rtadagini o'chirib tashlasam hech qanaqa ziyoni bo'lmaydi. Endi animatsiya davomiyligini ko'ramiz. Bo'ladi. Xo'p, endi curve tugmachasi bor. Curve tugmachasini bosaman. Bu o'sha animatsiyani qanday tartibda bo'lishi, ya'ni bir xildami yoki tez bo'lib keyin sekinlashishimi, shuni hal qilib beradi. Bu yerdan yuqorida turgan Quart N deganini tanlayman. Quart N chizig'iga e'tibor beringlar. Chiziq birinchi sekin qayrilyapti-da, keyin birdaniga tepaga ko'tarilyapti. Bu degani ikkita keyframes orasidagi animatsiya, ya'ni matn harakati birinchi sekinroq bo'ladi-da, keyin tezlashib ketadi. E'tibor beringlar. Quart outga qo'yadigan bo'lsam, navarot teskarisi. Dastlab tez bo'ladi-da, oxiri sekinlashadi. Bizga oxiri sekinlashgani bizga o'zi ko'rinmaydi, chunki matnimiz kattalashib, o'sha kadrdan chiqib ketdi. Shuning uchun Quart N ni bosib qo'ydim. Xo'p, galchkani bosaman. Endi ko'ramiz. Mana video boshlandi. 3 sekund matn, animatsiya. Va mana shu tarzda keyingi video qo'llab ketaverishingiz mumkin. Aynan shunaqa videolar, shunaqa effektni videolarda foydalanish hozirda Instagram videolarida juda ham ko'p uchrayapti. Aynan 2025-yil mart holatiga ko'ra. Xo'p, uni kep-katta qilish menimcha Vaynda qilishdan ko'ra biroz ko'proq vaqt talab qiladi. Men uchun mana shu videoni Vaynda tayyorlash ancha oson bo'ldi. Albatta sizlarga qaysi oson, buni o'z fikrlaringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Aytgancha videoga like bosib qo'yinglar, chunki videoga qancha ko'p like bossa, u shuncha ko'p yurtdoshlarimizga yetib boradi. Kanalga yangi bo'lsanglar obuna bo'lib qo'yinglar. Biz mana shunaqa sodda, kerakli effektlarni tayyorlab ko'rsatishda davom etamiz. Barchaga omad.